Assalamu alaikum arkadaşlar. Bugün sözlerden isteğimiz stratejiyede ağırlık prensibi. Aldık işlerden yüklerin başlarına işi bulsa ağırlık prensibinin önemli gapları azraq to'xtalgandik. Sonra onu qayta tushuntirmoq bo'ldi. Bugün sözlerimiz ağırlık prensibini tashkillanishi, davlat qurish tarixidan bir misol. The recording has started. Başlar rahmet. Çıkarıp bereketlensin. Onlara eskertip koyup yarındaşlar aldı bir Apple'nın orunda. Ben şu mükemmellikin bir partisi de, ben olmuş mükemmellikin bir partisi artışlığım bu ana okşaş kemçilikim var. Eğer gapsizde, fikirde, mesele bir tarafı tutalım ya ifade tutalım da veya oturup koygan nezariyelerde mesele baksanlar ya hatalık baksanlar bu partiyanın alıqamaz ya bizim vatanın müstakilliğinin hatalığı edemez. Bunu benim şahsi hatalığımda görüşmem mümkün. Her bireyden mükemmellikin bir partisi biz üzere birleşken vakitte andın bir mükemmel Uygur cemiyetin varlık kendilerimiz. Aval Yahudilerin meselesi kiriştin burun, yani biz bugünkü ilişkide asaslığı Yahudilerin devlet kuruş tarihi hakkında bir misal sözlemekte. Yahudilerin tarihi kiriştin burun, 1821. 30 sakırıncı Üzbegen'den başında olduğum gruplarını hesaplanmaylar, imde Müslümanlar Yerusalim'de alan vakitte veya ki arlıktaki medeniyeti doğan kırgınçılığını hesaplanmağındığını ama yakın zaman tarihinde fark edilen çok kırgınçılıkların Odessa kırgınçılığı, Polşa kırgınçılığı, ondan 1881 şehirde kırgınçılığı, onun Polşa kırgınçılığı yani tekrar 1919'daki kırgınçılığı, 1919'daki Finiski Polşa kırgınçılığı, yani oradaki Rumınya kırgınçılığı, Irak'ta doğan kırgınçılık, Livov'daki kırgınçılık, lekin 41'den 44'te bütün dünya meşhur olan Avrupa tartib edilen Yahudi kırgınçılıklarını baştan kepir Yahudi milleti. Şunday bo'lgandan bu Yahudi tarihi intayin uzun bir millet bulacak nüfusun çoğala köpürmesi kadar. Ama sol taraf kirasem 1941 Ukrayna'da o kırgınçılık keçip atkan Yahudi ayarken etrafındaki uşaklarla olar kaltak oturup bunu urvatkan görünüşü çağır bir gelip çıkanken. Şimdi Müslüman Peygamber'in aldığı Museyyesef Yahudi devletinin kurgucusu olan bir adam var. Bu adam deydi, Yahudiler kartılgan kemizliş ve zulüm, Yahudiler nefretini ulğaytıdır. Bu bizim aslında bu geçimizin aldığını aldığı ve şunun bizde ahiri Yahudilerin özünün tarihi makanı devlet kuruş mecburlaydı. Hristiyan dünyasının baş götürüşü ve Müslümanların çekilişi ihtiyacı, Asya bilen Afrika Ortası'nın peresinde Müslümanlar bilinmeydiğin bir siyasi gevdin bu için de kaza kılıdı ve oturup koyduğunken 72. Yani bu demekçi Hristiyan dünyası başka ötedi, sanat ve başka siyasi cihette. Bunlar koğandıkken Asya kıtası bilen Avrupa, Afrika kıtasını ibaret iki çoğun Müslümanlar dünyasını tutaştırıp durulan stratejik uğramu caylaşkan Yahudilerin anı makanı stratejik cihetin ait mühim. Şuna Müslümanların acilaştırış ve onların parçalaş için Arap devletlerinin birisi çokum bu arlıkına ayrılık ihtiyacı coğrafiyelik cihetten. Şu noktadan bizge Filistin'de bir devlet kuruşku Filistin'imiz çıktı, Filistin'imiz pişkitildirilgen tüm katım gumanını oturup koyganda. Yani buradaydı Yahudiler, Gariplerler bilen siyasi stratejik hemkarlık oruntusu ve özünün iktisadi hayvanlık tarafından çıkıp bu nayet özünden bilirsen Marksizm'in nayet meşhur gibi var. Yahudilerin özünün rivayeti varken bu Yahudi degende bir millet emez, dünyadaki pul nemledin belki yakşı gördüğü adamların toplanıp atılışıyla pargan ki Marksizm ve başkalar. Şuna iktisadi hayvan diyen yap adeti Yahudilerin köç nizamı. Bu Muslim bir şeyde Yahudilerin demek yani. Yahudiler Garipler bilen siyasi stratejik hemkarlık oruntusu ve özünün iktisadi hayvanlık tarafından çıkıp halklar siyasette aktif rol verip siyasi tercihlerinin mollaşır cereyanı için teyarlık görüş gerek. Bunun Rem ve Yerusalim'de yazılmış kitabının Türkçesi de keyin Yahudiler devlet kuruş tepkisi atlangan 1872 yılı bu gap bulungan vakitte belki Yahudilerin siyasi hayvan emas belki bir iktisadi hayvan bo'lganlikdan Yahudiler Garipler bilen siyasi stratejik hemkarlık oruntusu ve özünün iktisadi hayvanlık tarafından çıkıp halklar siyasette aktif rol verip siyaset tecrübesi mollaşır cereyanı için teyarlık görüş gerek. Rem ve Yerusalim diyen bir kitabı varken kitabının yaşaması en ahir devlet teveligi meselesi kitabının meşhur olan namı. Museyyesine keyin Yahudiler kavrışını ötkep geldi Polşadan. Buna hazır kadar Yahudi devletinin 3 atısının bir edep karaydı.
Ondan Leon Peres'e dair yeni bir meşhur siyasyon var. Bu 1882 yüzün göz karışını tuluqlab oturup 18-19 asırdaki hiç qaysi ulug' ideyalar bizga ta'sir ko'rsatmadi. Hattoki bizda eng kam bo'lgan huquqda va huquqqa erishish yo'lidagi izlanishlarning hech qaysisining bizda biror iznasini ko'rmadim. O'zimizni odam deb hisoblagan ekanmiz, odamdek yashashimiz bizni boshqa odamlardek o'zimiz bo'lish kerak odam bu. Yana buning mashhur bir gap bor, kitobning oxirida tutilgan, to'y qushiga o'xshash beshini tiqilib, ahvat deb yig'lash, burunni hech qanday masala hal qilmaganga o'xshash, bunday kiyimni hech qanday masala hal qilmaydi. Xorliq yo'qolib ketmaslik uchun tinchlikni, sharafni, fursatni qo'lga keltirish uchun tashkil etishimiz kerak. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q degan. Bu gap xuddi bizga deyilgandek ham ko'rdim. Biz bu gapni asrni ikki asr keyin o'tirib 20 va 21 asrdagi hech qaysi ulug' ideyalar bizga ta'sir ko'rsatmadi. Hattoki bizda eng kam bo'lgan siyosiy huquqda va huquqqa erishish yo'lidagi izlanishlarning hech qaysisini biz biror iznasini ko'rmadim. Bu naq bizga tushirgan gap ekan. Shunaqa ideyalarni o'tirib qo'ygandan keyin Yahudlar ondan Xristianlikning davri kirdi 3-bosqich. Bu odamlarga o'xshagan ideyalik kishilar bo'lgan ekan va biz bu o'xshagan ideyalik kishilarni o'rtaq maqsad uchun tashkillamoqchi bo'lgan ekanmiz. Ularning o'z ideyasi bo'yicha siyosiy partiyalarga uyushishini, ondan siyosiy partiyalardan bir parlament shakllantirib, kuchni birlik keltirishni qo'lga keltirishimiz kerak deydi. Yana har bir Yahudi yoki davlat qurishga otinishi yoki boshqa millatga aylanib ketishdan birini jiddiy tanlash kerak degan gap bor buning. Ardı qilish kishilik turmushimizni qarab qiladi. Yahudi ya o'zi davlatni mustaqil qilib yahudilik yashash kerak, yoki mayli boshqa davlat yashaymaydi, cho'qim shu davlatga aylanib osmon solib ketish kerak. Ya o boshqa davlatda u davlatning fuqarosiga aylanib ketolmay yoki o'zi davlatini qurolmay o'tirib qolish bu bizning kishilik turmushimizga qarab qiladi degan ekan. Yana bana yoqqan üzüntülerden bir qanchasini qo'ydim. İnsanlar tashkillanib davlat qurishni bilgili 5000 yil bo'ldi deydi-da. Agar hozirmi biz o'zimiz uchun tashkillanmasak, biz qachon tashkillanamiz? Bu hozirdan taxminan 150 yil atrofida burun aytilgan gapkan. Hozirmi shu gapni biz o'zimizga deb baqsaq qiladigan gap ko'rdim. Ondan Yahudi davlatining prinsipini o'tirib qo'ygan Theodor Herzl'ninki gaplardan azroq o'zini qo'yay dedim. Bir davlatni bo'lishni orzu qilgan va uning uchun tirishchilik ko'rsatgan bir millat cho'qim o'zining davlatini qura oladi. Agar Yahudilar Yahudi bo'lmasa, u holda u sigamni bo'lmaydi. Necmi efendim, gapınız böyle tutalab kaldım. Qarindoshlar, ma'vo ostidagi videoningki surtini bir chekmasam bo'libdikan, ma'vo bizningki ovozning surtiga ta'sir etadigan, to'rning surtiga ta'sir etadigan o'zini ko'rsatmasam bu bizningki nafsimiz leksiya anglash bo'lgandan keyin ma qatnashgan qarindoshlarni ko'rish emas. Bo'lsa shu balkim bilmay chekilib ketgan bo'lsa mumkin, ostidagi videoning surtidan chekib o'zini ko'rsatgan qarindoshlar bo'lsa bir yana bir chekib ashla etayotgan bo'lsa, rahmat. Saat oldu, hem de anlaştırsınız. Bu gapning salmoqi eg'ir gapgan qarindoshlar, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmasa, u holda u sigamni bo'lmaydi. Yahudilarning insonlik izzati va barliq bilan kafolati bir Yahudi davlatining bo'lishidir. Barliq orzularimizni o'tirib qo'ygandan keyin hal qiluvchi omil kuch masalasi. Kuch degan nima? Bizning qiyinchiliklarimiz, orqaga chekinadigan yo'limizda bo'lmasligi bizning kuchimizdir. Agar men bir odam davlat qurishni harakat qilsam, men faqat bir do'kot bo'lgan bo'laman. Ammo million, 100 million Yahudi davlat qurish orzusi atlanganda hech kim bunga ham xiyol deyolmaydi. Bizning davlat qurish irodamiz tamoman bizni qo'llaydiganlarning soni bilan belgilanadi. Boshqa millat osmonga solib ketish hammadan saqlab qolgan bir kelgusi bo'lishi mumkin, ammo bu maqtashga arziydigan shon sharaf emas degan, ya'ni bu gapni o'tirib qo'ygan bu Yahudi davlatini qurish uchun kurashgan bu odam Yahudi davlatini kurashni istamgan, ya'ni bu adam Yahudi davlatini quramagan. Gerçi planı oturup koygan bo'lsa, oxirgi bo'lgan bularning planlari. Ammo oxiri bu plan amalga oshib ketdi. Ya'ni bu adam o'lib qirg'inchilikdan Yahudi davlati qurildi. Buni ko'pchilik yaxshimisizlar. Bu Yahudilarni gapini qilishdan burun shu vaqtdagi nüfus bilan hozirgi nüfusini bir solishtirib kerak ekan. 1900-yili dunyodagi Yahudilarning umumiy soni 15 million atrofida ekan. Shu vaqtda nima? 9 million atrofida ekan. Shu vaqtda Rossiyaning o'zida 4 milyon Rus varken, Yahudi varken de, Amerika'da 1,5 milyon Yahudi varken, Polşa'da 1,5 milyon, Vengriya 850 bin, Germaniya 580 bin, Osmanlı İmperiyası'da 400 bin, Afrika'da 400 bin tahminen. Gollandiya'da 100 bin atrafında Yahudi varken de, şu vaktimizde Belgiya'da 12 bin, Afrika'da arkadaş devletlerde köp sanda Yahudi varken.
Endi hozir ardın biz yana o'tirib bir sanayi 1942 yili ardın 40 yil o'tgandan soni qarasak Rossiya imperiyalik nüfusidan 1 milyon nüfus azdigan, ama Amerikalik nüfusu 1 milyondan ortiqroq ko'paygan. Polshalik nüfusu 1,5 milyondan 300 mingga tushgan. Vengriyalik nüfusu 850 mingdan 400 mingga tushgan. Germaniyalik nüfusu 580 mingdan yo'qqa aylangan. Osmanlı İmperiyasidagi nüfusu 390 mingdan asosan yo'qqa aylangan. Yani 1922 Yunan bilan bo'lgan nüfus almashtirish kelishimida Türkiye tevasidagi bütün Yahudilar asosan degerek İsrail'e taraf ko'chib ketganda, yoki dunyoning boshqa joylariga ko'chib ketgan. Bu yer dikkat qilgan ish, bu Xristian Yahudi davlatining davlat qurish prinsipini o'tirgan vaqtda bu İsrail'de Yahudilarga bir haq yo'q. Ayni vaqtda davlatni bular Argentinada quramizmi, Afrikada quramizmi deb muzokiralashgan ekanchu. Keyin bu davlat qurish nuqtasidan ham boshqan tortish nuqtasidan hech qanday bir o'rin bizni bu Yerusalimga bog'layolmaydi deb qarab, oxiri Yerusalimni qaytadan yig'iladigan bir strategik o'rin tanlagan. Yerusalimni bekitilishda biz bayatın deb o'tgan mashhur shaxslardan şu Moses'nin fikri asası o'rnatilgan. Yani bu deydi, Hristiyan dünyasının baş götürüş bilen Müslümanların şekilleşi ihtiyacı doğuludu. Demek bu vakitteki ihtiyacını görsek, Yahuda devlet kuruş planını oturup koygan vakitte İsrail'de tabi Yahudi yok. Fakat 1900 yılda kelgen çağda 25 bin atrafı Yahudi orunlaşkan ki İsrail'e. Hem de hazırki ahvalını qarab baksak birisine Rusya imperiyasında 300 bin belki mazur 100 bin belki Yahudi kaldı. Amerika'da Yahudi 5,5 milyon. İsrail'de 5,5 milyon, 6,5 milyon Yahudi vardır. Demek dünyanın cahilindeki Yahudiler asasiyetin Amerika ve İsrail'in asas kışkılıp olur yenge. Afrika'da hazır 76 bin kaldı, esillikte 100 bin Yahudi'den. Türkiye'de bir Yahudi yok, bunu birisi bir Yahud'un birini tazminat koygan. Onun başka devletlerinin tarikı seviyesi kalsana, mesela Gollandiya'nın özüdüler 70 bin Yahudi kitip tuttu İsrail'e Gollandiya'nın taşlattı. Hem de Gollandiya şu vakti nispeten ve hazırlık nispeten mi Avrupa Tinayet tarafı tapan bir devlet. Nurga adam Gollandiya içerisinde arzu kurdu Türkiye'de kadınlaşlardan birisine. Ama 70 bin adam şu Gollandiya'nın taşlı bitip aynı vakti şu Palestin'den şehirlik taşlık zemine kal küçük bağlı yenge. Yahudilerin özünün vətini boğan telfinişini bunun közünü bulur. Bu bir adam, iki adamın küçük meselesi emez bu. Bu yerde yani bir nesini takip etmiş gereken yani Yahudilerin günlük ibadet ayeti varken bir her kıtın Babilon derya bu yığışkılganda Ziyon nesep közümüz toldu yaşaydı. Ziyon degen mukaddesimin degen gepken Yerusalim'i köz tutuldu yani. Ey Yerusalim seni unutsam kurusun on kolum. Ey Yerusalim seni unutsam seni en hoşallığım da bilmişsem çapışıp kalsın Tanrı'ya mıktilim. Ey perverdigarım düşmanlarına zoramalık bolsun yani. Ben bunu azırak özgertip Ziyon'u esnep diyenini Tarım'ı esnep Yerusalim diyenini eyreten de özgert tweet çıkarıp koydum. Yahudilardan birisi baykap kaptı vay sen bizden kimde okudan ayetimizde özgertip hemen tutunup aldım dep. Ben başkalardan sordum. Tunulan bu şeyden Uygurlardan birisi bunu tunuduk demedi. İsrail'e göre kur şarpsız küçükleri Yahudilerin sanını esketmek kaldı. Germaniya, Avusturya'dan 75 bin, İngiltere'den 40 bin, Belgiya, Gollandiya'dan 56 bin, Türkiye'den 78 bin, Amerika, Avustralya'dan 154 bin. Şu adamlar yığılıp İsrail'de devlet kurgan şu. Bu yerde bir nesini depmiş gerek olurken Dünya Yahudiler Milli Kenarısı'nı çağırıştım burun. Yahudiler tükür dünyanın caycaylarında partiye kuruş bir dolkununu çıkargan. Bunun için asas Tılgağdaki partiyeler bekliyor. Tılgağdaki partiyenin 3'ü var eskert kuyuştu işlik. Birisi şu vakitteki Litva'nınki, şu çağda Litva, Çarosya yukarıydı. Litva'nın payitahtı Vilnius'ta çağırılgan. Bund Partisi deyilgan, Komünizm otayınıp devlet kuruş ideyisi bilen kurulgan bir partiye var. Labor Bund Partisi deyilgan, Emgeç Bund Partisi. Yani bular şu vakitte bu komünizmin dünya hükümden buluş bu iradesinden faydalanıp Halkara internasyonalının yardımı tayinip durup Palestin'de bular komünizmin asası ideya kılgan bir Yahudi devletinin kuruşunu yüzük prensip kılgan. Çünkü komünizm Marksistler birden barlık degen Marksizm bir Yahudi obdan birisine. Çünkü bular belki şu çağda devlet kuruş için komünizmin ortayanak bir maksimimiz yeterişimiz mümkün de bu prensipini oturup koygan kendi. Ama 1920'den keyin bu Bolşeviklerin taktik çıkışı ve Halkara internasyonalını kollavatkan Menşeviklerin taktik çıkışı bilen bularning ko'z qarashi bazar topolmay qoldi. Bular tarqalib boshqa partiyalarga qo'shilib ketdi.
Endi yana o'shalar bilan davrdoshlaydigan partiyasi Sotsial Demokratlar Partiyasi Falastinda 1905-yili Falastin kelganlardan qurilgan ekan. Bu Yahudlarni Osmoniylar tanib davlat qurish strategiyasida bir qo'lliq harakat qilgan. Hatto shu chog'da belkim yodingda bor o'tgan yili 9 atrofida Amerikada birisi biz o anda vaqtda bir kampanya başladı. Kök ve ak deydigan. Bu İsrailiya'nın bayrağı kök ve ak rangdan takkan bo'lg'achqa bular o'zining vatanparvarligini shu kök ve ak partiyasi degan narsalar qilib o'tirib qo'ygan. Bizning bayrog'imizning rangimiz bu kök ve ak rang bo'lg'achqa ular bizni o'xshash hisoblab ba'zi yerda shuningdek mattaydigan bir Yahudi Amerikada bizga qaratgan kök ve ak partiyasini Yahudilar, Uyg'urlar birlik qilaydi, ba'zi Uyg'ur qarindoshlar ovoz qo'shganmi bo'ldi. Bu partiyaning kelib chiqqan asası Sosyal Demokratlar Partiyasi. Bular bir necha qatim o'zgarib, bir necha qatim qo'shilib, bir necha qatim boshqalar bilan birlashib yangi partiya qurib, eng oxiri Ko'k va Oq partiyasi bo'lib to'xtadi bu asli Sosyal Demokratlar Partiyasi. Buni Falastinda qurilgan davlat partiyalarning biri. Ondan yana bir partiya Angliyada qurilgan Emgakchilar Partiyasi. Yani bu Emgakchilar Partiyasi deyishda Yahudilar asosan so'z san'atidan shug'ullanan bo'lg'achqa bir turkum odamlar cho'qim dehqonchilik va qo'l san'ati bilan shug'ullanib Falastinda yerlashish kerak degan tashabbusni o'tirib qo'ygan bo'lg'achqa bular Emgakchilar Partiyasi degan nomni qo'llangan. Bularning ideyasi Angliyaga tanib davlat qurish. Ama oqibatda mushlar g'alaba qildi yana Emgakchilar Partiyasi. Bular 1903-yil Londonda qurilgan ekan. Bularning 6-7 qatimliq tarqalib ketib yangidan partiya qurishi, boshqalar qo'shilib yangi partiya qurishi haqida hozirgi varisi İsrailning hokimiyat beshlik partiyasidagi duroi shu. Yani bu yerda biz diqqat qilgan bir masala bor. Yani bular davlat qurishni o'zining prinsip qilgan ekan, tamamen o'xshamaydigan davlatlarga qarata o'xshamagan strategiyalarni qurgan ekan-ku. Yani kommunizm o'tayib davlat qurish. Hatto meni hayron qolganim, kommunizm o'tayib davlat qurimiz deyotganlarning ichida nurg'unlari Izroillar ekan. Yani eng taqvo Yahudilar-ku. En takva Yahudilar komünizm o'rtaynib davlat qurmaydi deb ayni vaqtda Çarosiyar bo'layotgan o'zgarish va dunyodagi kommunizm to'lqinidan foydalanib yana bir kuchning barpo bo'lganligini ko'rib yetib, bu kuchdan foydalanib balkim biz Falastinda o'zimizni davlatni qurib chiqarishimiz mumkin deb kommunizm o'rtaynib davlat qurish strategiyasini o'tirib qo'ygan ekanda. Men hayron qoldim bu kommunizm o'rtaynib davlat qurish ideyasini o'tirib qo'yganlarning hargiz kommunizmchilar emas, balki bir turkum dindor Yahudilarning bo'lgani. Balkim bu to'g'riliq keyinchalik izlasak yaxshi xulosaga erishishimiz mumkin. Sosyal Demokratlar Partiyasining Osmoniylar tanib davlat qurish ideyasi 1905 o'tirib chiqqan bilan bular birinchi dunyo urushida hatto shu Sosyal Demokratlar Partiyasining a'zolaridan birisi bo'lgan nurg'un İsrailiyadagi tunji davlat rahbari bu Türkiye'ye aynı vaqtda Osmanlı imperiyasi askar bo'lgan ekan. Osmanlı imperiyasi birlashib Angliyaga qarshi urush qilganda, ammo Osmanlı imperiyasi urush mag'lub bo'lgandan keyin bular darhol Angliya tarafga o'tib, Angliya tarafga bo'lishib, ondan arablar bilan urush qilishib o'tdi. Yani stratejini yetkash, bular o'zining asosiy nishonini davlat qurish bekitgandan keyin o'zining ittifoqlashigan adamini va tutadigan yo'lini dunyoning umumiy vaziyatiga qarab turib bekitdi degan gap. Ondan Emgakchilar Partiyasining Angliyaga tanib davlat qurish bular birinchi dunyo urushidan keyin Angliyaning Falastinda o'sha Falastinni o'zining bir tavallik rayonlik ayrilish qatorliq masalalarda nihoyatda zo'r rol o'ynagan deb qaraldi ekan. Bu to'g'riliqmi yana keyin tafsili so'zlasak bo'ldi. Endi bizning hozir deydiganimiz Yahudilarning tunji qatimliq milliy kengashidagi bir misol. Yahudilarning tunji milliy kengashida 314 vakilni yig'inga chaqirgan kabilar joy-joylardagi tizimga olgan saylovchidan 26 ming saylovchini har qaysi partiyalar tizimga olgan ekan. Ammo buning ichidan faqat 22 ming saylovga qatnashgan ekan. Toki birinchi dunyo urushi mag'lub bo'lgan qadar Yahudilarning shu 30 ga yaqin partiyasi qurilgan ekan 1897dan boshlab. Bu 30 ga yaqin partiyaning ichida eng a'zosi bor shu 1000 deyotganda qolganlar 500, 380, 90, 40 50 shunaqa a'zolar nihoyat oz. Ama şu 1920-yilda tunji qatim Falastinda dunyo Yahudilar milliy kengashi kengashga chaqirilgan vaqtda 22 ming odamni safarbar qilgan Yahudilarning o'xshagan partiyalari. Bunun ichidagi Ahdud Havoda degan partiya, shu Angliyada qurilgan partiyadan dastlabki shakli shu. Yani bu partiya 70 o'rin olgan ekan. Shu vaqtki bilan 80 ovoz bilan bir vakil saylandi ekan. Yani 80 odamga bir vakil deb turib qarab her qanday bir shu yig'in qatnashgan, kengash qatnashgan odam 80 odamni tashkillab, shuning ovozini eshitib, men 80 odamga erkinlik qilaman deb kelish kerak ekanda.
Bu usulni men Uyg'urlarni foydalansa bo'layotgan deb qardim. Balkim bundan keyingi saylov faoliyatlarimizda biz mush vakillarga mush tarafni qo'ysak bo'lishi mumkin. Har bir odam munchalik odamni ovozini to'plab kel, shu chog'da sen parlament o'rnini olasan deb. Shunga kimni jurnalistlar shuni qilib ovoz bergich qilib bu ketgan ish qaraganda kishilarni partiya bo'lishga urinlashtirib, keyin partiya o'tgan kishilardan har bir vakilga sen 80 saylovchining ovozini to'plab kelsa, undan keyin sening milliy kengashda bir a'zolar salohiyati kuchli bo'ladi. degan bu forumlarni o'tirib qo'ygan ekanda, bu forumlarni turtkish bilan 20 ming odam saylanib qatnashib, tunji qatimliq dunyo yahudlar milliy kengashi o'tkazilgan ekan, 5 yilda bir o'tkazildi deb. Bu qatimliq saylamda shu Ahdod Tavoda partiyasi ko'p sonli ovozga erishib, bular o'zining tashkiliy sistemini turg'izgan ekan edi. Bu yer qatnashgan partiyalar qarasak, Sefardim degan Yahud nimlik Afrikadan kelgan Yahudlarning partiyasini, Haredi degan O'rta Sharqdan kelgan partiyani, Apol Hatsay degan Sharqiy Yevropadan kelganlarni, ondan Adventist partiya bu Germaniyadan kelgan partiya, Yamandan kelganlarni, Mizrahiy eng dindorlar Sharqiy Yevropaning dindorlari, ondan Yahudlarning dindorlarining guruhi bularning guruhi deb aytdi. Ondan mustaqil guruh bilan, ya'ni partiya tashkil etishni olmagan. Undan boshqa yana jamiyat shaklidagi o'rinlardan kelgan qo'llanmalarning ayollar birlashmasidan Buxoroning Yahudlar, O'zbekistondan kelgan Yahudlarning shu chog'da 5 odam kuchli ovoz bor ekanda, 5-8 odam bor degan gap endi shu chog'da. Isroil yoshlari Fuqarolar birlashmasi qatorliqmish bir qator partiya tashkilotlarining tashabbusi bilan qatnashish bilan 20 odam saylanib qatnashib 314 odamni saylab mana bu tunji Yahudlar milliy kengashini o'tkazilgan. Endi bu hayotning strategiyani ko'rib o'tdik. Bu strategiyalar barliq kelishi undaq tuyuqsiz bo'lgan emas. Ya'ni bu partiyalar 1900 qurilib, tak 1920 ga qadar 17 yil taraqqiy qilib, bu jarayonda shu 400 kishilik, 400 kishilik bir holatni aram barliq keltirgan ekan. Yahudlar shu vaqtda mutlaq umidvor bo'lib ketadigan davlat ko'rsatganini ko'rgan bo'ldi. Ondan 1925 yili Yahudlar milliy kengashi yana bir qatim chaqirildi, ikkinchi qatimli kengashni. Bu vaqtda saylovga safarbar qilingan saylovchilarning soni 26 mingdan 64 ming ko'paygan ekan. Bu 64 ming saylovchi bor degan bilanmi, buning ichida faqat 35.987 saylovchi ovoz bergan. Qolganlar har xil saylam sabablar bilan ba'zanlari saylamni o'rinlashtirishdan rozi bo'lmay va yoki g'oyalari o'rinlashtirishga odamlardan balki boshqalarniki saylam qatnashganligini, hatto ba'zanlar ayollarning saylam qatnashganligidan norozi bo'lib saylam qatnashmaganlarni bu ayollarni deb qatnashdi debchi. Shu vaqtda har bir vakilga 150 saylovchining ovozi to'plash sharti qo'yilgan ekan, vakillar soni 221 ga qisqartirilgan ekan. Saylovchilarning soniga asosanda. Ovoz hozir normalmi ko'pchilikda ovoz to'g'riga o'xshab kelyapti. Bir odamning masalasimi, ko'pchilikning o'rtaq masalasimi? Ovoz normal. Ovoz normal. Ondan orliqdagini demay turli 1949 yil 25 yanvar yana Isroilning davlat qurish harpisida saylovga safarbar qilingan saylovchilarning soni 440 ming. Saylam qatnashmaganlar asosan yo'q. Hayron qolarli ish uchun vakillarning saylovchining ovozini to'plash sharti bekor qilinib, burun har bir vakil mancha odamni saylanma ismasidan va oldin so'zimizda har bir vakil 150 saylovchining ovozini to'plasa, undan vakil qatnasha oladi degan emasmi? 221 odam yig'ib qatnashdi, har bir vakil 150 saylovchini ovozini to'plab keladi degandikin, mana tabiiyat 26 ming odam ko'paydi degan gap. Ya'ni aslidagi 20 ming odamdan 35 ming odam keldi degan gapda. Ya'ni 150 saylovchining ovozi orqali kelgan vakillarning har biri o'zini atrof shunchalik odamni qo'zg'atadi degan gap. Mana bu biz o'rgangan yana bir masala uchun tamotama ko'rib men boya dedim, har birimiz mukammallikning bir parchasida. Bir odam 150 saylovchini yig'a olishi mumkin. Ammo bu son 220 ko'paygan vaqtda undan bu yerda 30 ming cho'ng bir partiya shakllanadigan gapda. Mana bu majratda o'rganish tegishli bir nuqta bu menimcha. Ya'ni bundan keyin biz mana bir milliy kengash va yoki bir yig'inlarni chaqirsak, yig'in qatnashgan vakilga shart qo'yib, sen munchalik odamning ovozini elib kelsan, shu chog'larda bu vakillik salohiyatidan bahramand bo'lsa degan fikrni o'tirib qo'ysak bo'larkan deb o'ylab qoldim. 49 Yahudlarda bu milliy kengashga saylangan odamning soni 440 ming ekan. Bu vaqtda MAPA yana bayatning shu Ahdod Tavoda degan partiya shu. Ahdod Tavoda miyat qarsaqmi nima 8834, ya'ni 1925 hisobda 20 yil tayyorlik qilgandan keyin Ahdod Tavoda partiyasi 8834
bilet erişerdi degan gap. Aran shunchalik a'zo yig'ildi degan gapda 20 yilda 8 ming odam yig'ildi degan gap. Uni aslo xato bo'lmasizlar, uni bir diniy tusagan partiya buni 5 ming a'zo bo'lgan ekanda. Demak, Mapay partiyasi 155 ming ovoz bilan 35% ovozni egallab, shu chog'da Isroiliyada hukumat, ya'ni kabinet tashkillash salohiyatiga erishdi degan gap. Ma'lum qarindoshlar diqqat qilgan narsa 1925-yilda Isroiliya davlati qurilmagan. 1920-yilda Isroiliya davlati qurilmagancha. Yani İsrail'e özü devlet kuruştun burunla dünya Yahudiler milli keliş orqali Yahudilerin gücünü bir yer keltirishni boshlab qo'ygancha bular. Yani bular 1897'den başlap siyasi partiya kuruşunu başlagan bo'lsa, 23 yil siyasi partiya kurib 1920 yil andın 190 kurultayını chaqirishimiz bo'ldi degan gap. Nəhayət uzaq mezgillik terror xizmeti işlerinde Yahudiler degan misal chiqdi bundan. 1949 yıl Yahudi devleti kurulgandan keyin ko'ryapmiz mana birinchi urushdan keyin Falastin Angliyaga qarshi viloyatga aylandi. Yahudilarning siyosiy partiyalari intayin tez suratda aktiv bilan dunyo Yahudilarni vatani kuchib kelishga va siyosiy partiyalarga a'zolik qilib Hatta men mana shu nimaniki Maki partiyasining bir chaqirig'ini ko'rdim, uni qistirishga asli manbasi sal uzunkan uni qistirishga yapib qoldi. O vaqtda hatta Maki partiyasının asas maqsadi nima ekan? Maki partiyasi partiya uchun shunday bir tuzum o'rnatgan. Faqat Falastinga kuchib ketadigan erlarga yotiq bo'ladi bizning partiyaning a'zolari debchi, ayollarga asosan partiya a'zolari. Ya'ni Falastinda yashamaydigan Yahudini Yahudi deb qaramaymiz. Falastinga ketish irodasi bo'lgan Yahudiga to'y qilish bo'lmaydi degan prinsipni chiqargan ekanda bular. Hatta kişilerin nikah işlerinden kondurulacak derece şundak bir kızının siyasi aktif bilen Yahudilerin siyasi partileri gayet bir köşkörüşünü başladı. Şunu başlaş gördüğün ama yeşilinin içerikli Seyrek'e İsrail yaşıyor. Şundan tükül Arap dünyası Asya kıta esirki Araplar bilen Afrika kıta esirki Araplar şundan başta çığırlaşmayan bir ahbap şekillendi. İşte dünya orijinkin Angliya müstakillik bir iş mecbur oldu emmeylen birisine. Bunu köp sanlı halkını teşkilleyip 3-4 qatımlıq partiya parlamenti təşkillab köp partilik parlamenti barlıq keltiriş təcrübə bolğan Yahudilar özlərinin vəkillərinə ayatıblar söhbət oldu. Ərəblər İsrailiyanın qurulğanlığını gezitini okudu. Bu İsrailiyanın ki dövlət quruluşuna ait tarixi müşinçilik. Biz diğer aradan qandaq savaqlar var. Bu nəslini bizim fürsətləşdirmişsək o köysək buludu. Biz hazır İsrailiya, Kosovo və Şərq Türkistanın məsələsini bir selişdirib baxaylı. Yani devir cihetini etken vakitte İsrail'in devlet kuruluşu Osmanlı İmperiyası'nın yıkılganlığındaki bir tarihi şerait aslında özgür bir şerait imkaniyet aldırıldı. Kosova olsa Yugoslavya'da sosyalist hakimiyetinin yıkılışından bir fırsat, aşı bir devirde kuruluş geldi. Hem Şarkı Türkistan Türkistan bizden devlet kuruş fırsatımız belki Xitay Kompartiyası yıkan bir devirde buluş mümkün. Yani malum cihetini karsak İsrail'e Osmanlı'nın yıkılışından faydalı, Kosovo Yugoslavya'nın yıkılışından faydalı. Biz hem Xitay Kompartiyası'nın yıkılışından faydalıdan bu davet gelişimiz gerek. Ben aldığım katım müstakillik yolumuzda abilen diyen leksiyada Kosovoluklarının 1980 yılı Şvitsariyada kurgan Kosovo Halk Hareket Partiyası'nın ki misalini rep ötken Kosovoluklarının devlet kuruluş müsabısı emeliyatta Yahudilerin devlet kuruluş müsabısıyla cıklar kılanmaydı. Yani İsrail'e aynı vakitte İngilizler Avrupa devletleri Müslümanlarını parçalaş için Afrika bilen Asya'nı tutaştırdıgan Filistin zemininde bir siyasi güçünü Araplar yıkılmayacak bir siyasi güçünü barlık keltirişe ihtiyacı bulundu. Bu ihtiyaç tüpeyle biz diğer özümüzün devletini kuralayımızda prensip oturup çıkan olsa Kosovoluklarını Yugoslavya sosyal hükümeti yıkılgan diken bu Serbiye'de bu pansalyanizminin yakin sosyalizminin tesiri ketmedi. Avrupa'nın kımmet karşını galibi kıldırış için Avrupa Yugoslavya'nın parçası muhtaç oldu. Biz bu fırsatta Yugoslavya'ya karşı bir güçlülük oturup çıkıp Avrupa'nın kımmet karşını unlaştırırsak Avrupa'nın koluşu erişerişi mümkün diyen siyasi formlarından. Emniyet bu formlar uçak edildi. Yani bizim devletimiz Xitay'ın dünyanın oturuş nöbet gizdiyette Xitay yıkılgandan keyin Xitayni devamlı çekleş, Xitayni azlaştırış ihtiyacı için bizim çokum ayrılış ihtiyacı düşürdü Amerika'da. Bu ihtiyaç bizim müstakil döreşmiş ihtiyacımızın asas gücü oldu. Şu biz müş fırsat için teyarlayla devamlıyız. Yani malum cihetli petmanda İsrail'in, Kosovo'nun ve Şarkı Türkistan'ın devlet kuruş müsabısına doğru kildiğin turiste yani devre asasiyatlı bir okseslik egen. Diğer fırsat mesela İsrail'in, İngilizlerin, Müslümanların bütünlüğünü rayonda çekleşe ihtiyacı bilen İsrail'e kurulgan olsa Kosovo Avrupa'nın Serbiye'nin çekleşe ihtiyacı bilen kuruldu.
Bizmi dunyoning Xitoyni cheklash ehtiyoji bilan qura olamiz. Endi bu yerga gap İsrail'e davlat qurish arifasida 1940-yilga qadar har qaysi qirg'inchilik hisob qilmas. Yolg'iz İsrail'e zaminning o'zida, Falastinning o'zida uni hisob qilmaymiz. Urush bo'lgan qurbonliklarni joy-joylarda yana İsrail'e davlat qurishdan boshlab bu Zionizm markazida ilk ketgan İsrailliklarning jami soni 30 ming ekan. Bu Kosovo mustaqillik urushidan burun Kosovoning o'zida bo'layotgan urushda 80 ming odam o'ldirilgan birisi Kosovoning sirtida Yevropaning Serbiyancha yani 1980-yildan ijtimoiy ishchilik Kosovo davlati rasmiy qurilishi bo'lganlikda chet elda o'lib ketgan Kosovoliklarning soni taxminan 10 ming atrofida. Mana chet elda o'lib ketgan odamlar qarindoshlar, ya'ni İsrailiyada emas, Kosovoning zaminida emas, chet elda o'lib ketganlar. Ammo biz 70 yillarga chet elda Sharq Turkistonliklardan birasining bu qurbonlik berganligini anglab ketdik. Balkim bo'lish mumkin. Demak, nol taxminan deb tursak bo'ladi deyinga. Endi biz bu yerda bir narsani tushuntirdi. İsrailya o'zining Osmonlilar hukumati yıkılgandan keyingi siyosiy bo'shlig'ini, ya'ni Hristiyan dunyosi bosh ko'tardi. Endi buni musulmonlarni cheklashga, parchalashga ehtiyoj bo'ladi. Mush ehtiyojni chiqib turib biz o'zimizni bo'ytirib qura olamiz degan fikrni o'tirib qo'yib, Qarindoshlar, Najmiddin efendimninki internetdan sal kashlar chiqib, hozir qayta kiraman o'tibdi. Shuningga terishibdi hozir. Kirich ta'xir qilib turadi. Savollar olib qolsa, yana bir yarim soatdan keyin qaytish o'rnida shu yerni esi savollarni so'rab qo'ysam bo'ldi. Rahmat. Ovozim chiqyapti qarindoshlar? Endi keldi ovoz. Ammo to'g'ri yaxshi emas o'xshaydi. Turib-turibdan uzilib qolaverdim ekranimni. Bayatın müşahede vatkan tukku sizlerim doğru geldi mi? Muş fırsat seliştirmesi müşahedene söz atkan bulayım ben. Shundoq. Yani biz bir yerde seliştirgan narsa İsrailiya'nın 1897-yili Tunç siyasi partini barlıq keltirib, ardın 23 ötkende 1920-yili Tunç Katım Özden parlamentin çaqıgan haleti bilen Kosovoluklarının 1980-yili özünün Tunç siyasi partisini kurup 1989-yili yani 9 yıllıkken Sovet İttifakının yıkılış arpısıda saylam qatnashish ihtiyacı bir ajna bir şarait payda olup Serbiyaga qaytib altın çizish tursak ve 2019-yil biz qurilgandan keyin bundan keyingi dunyoning siyosiy kelgusi qanday bo'ladi? Biz Kosovo modeli demamizmi veya İsrail modeli demamizmi veya dunyoning umumiy siyosiy kuchdan qo'ng'i bizdan nimalarni talab qiladi? Bu vaqt bizdan faqat tashkillanishni biladigan o'ta va modildak olg'a intilib turgan bir kuchdan talab qildi, qarindoshlar. Demek İsrailiya'nın aynı vakitte dünyadaki hazır mı öyle yaptığında 7 milyon İsrailiyeli kandaksıya 3 milyon Arap'ın oturası yüzünü devletin mevcut kuralaydı. 10 milyon Uluslar Serbiye'deki karşı kandaksıya Kosovo bir yer milyon pusulen yüzünü mevcutunu saklap duralaydı. Menimce bu kandaksıya biz bu Xitay'daki neçe milyar nüfusu bir devletin bekine yüzünü mevcutunu saklap duralayımız gibi o sesli bir sual. Şu an böyle bir taraftan karındaşlarının bu ülkeden azrak ilamlanışını yeni bir taraftan ulağı düşkili vatkan devir, fırsat ve siyasetin pişpikliş qatarlıqlarını bizge maskildiğanlarını köpçülükке təkçime çubuğunu sözləb qaldı. Hem de İsrail'e 1947 kuruldu, Kosovo 2002 kuruldu, Şarkı Türkistan kaçan kuruldu. Bunu xuddi İsrail'deki qançılık İsrail'lik siyasi yollarının teşabbüsüne avaz qoşqanlığı qarab turib hüküm qanға o'xshash Sharq Turkistonda xalq zot qaysi darajada davlat qurish tayyor bo'ladi, hokimiyatni yashashimiz qanday tarjimlanganligini buni tushunish qiziqmi yo'qmi ko'rolmagan taqdirdami? Bu tamamen Sharq Turkistonda atilgan o'sha zamonda davlat qurmoqchi bo'layotgan qarindoshlarimizning siyosiy aktivlik tarafidan belgilangan narsa bu. Endi hammaydan birimiz bir davlatni qurish uchun moliya kuchi va harbiy kuch kerak bo'ladi. Anladın maliye gücü ve harbiy gücünü görüyoruz köpüncü biz kıyımcılıklarını kıyam vakitte. Ama bunun aslında bir neresi var. Sistem akla bağlanıp durdu maliye ve harbiy güç. Eğer sistem bulmasa 1 milyonlar mı tayak yiyişi mümkün. Bir top kurşun mu sistem bulmasa tartılıp geçi mümkün de. Maliye gücüyle harbiy gücünü birlik keltirip bunu bir hakik güçke aylandırgan neresi olanın sistemisi.
Biz maliye gücüne ait aciz hazır karmakka, harbiy gücüne ait aciz. Ama biz kılalaygan nerse, biz kural güçlü kılamayız, maliye gücünü berpa kılamayız ama biz kılalaygan nerse halkın sistemisini barlıkta turayımız. Yani Yahudiler 1897 kurgan partiyani ve Kosovalıklar 1980 kurgan partiyani kuralayımız. Bu partiya arkalık aynı vakit Yahudilerin partisi kandak kılan bolsa, Kosovalıkların partisi kandak kılan bolsa düzenmişini kılalayımız diyeyim. Yani bu sistemin içinde biz köptanlıktan siyaset iştirak kılıştık bir vaziyetini barlık keltirişimiz bizden bağırlık siyasi nişanlarımızın adını şart olurdu. Yani siyasi partiler iktisadi güçüne, planını, adem gücü birlik keltirip texmi köptanlık ademini vatanını kutkuluştuk bir siyasi hizmette iştirak kılış, katnaştırılışta Türk oluşumuz gerek olurdu. Bu yerde anlamıyken biz köptanlıkların iştirak arkalı iqtisodni, planni, odam kuchini birlikka keltirgan siyosiy partiyalar orqali fursat tutiladigan bir sistemni barliqqa keltirishga asos yaratib olamiz. Yani. Bu yerda men bu dunyoga mashhur urush felsafasi degan kitobning ichidagi bir necha o'zimdan ilib qo'yishda qoldim. Urush bevosita prinsip va orliq prinsip orqali bo'ladi. Orliq prinsipini oldin qatim takrorlab kelyapman. Ya'ni har qanday bir ojizlarning kuchliklar ustidagi g'alabasi faqat orliq prinsip orqali bo'ladi. Hatto bu kuchliklar bilan kuchliklar o'rtasidagi masala ojizlar shu Arlık prinsip arqali bo'ladi. Mesela Mao Xitoy o'zining uzoq suzilgan urush to'g'risida degan kitobida hozir Xitoylar ojiz, qanday qilib Yaponlar ustidan g'alaba qiladi degan narsaga to'g'ri to'xtalgan vaqtda urush uzun suzildi. Urush uzun suzilgancha Yaponiya qo'raydi shuning bilan atrofdagi Yaponiya yolg'iz bilan urush qilmayotdi va atrof davlatlar urush qilyapti. Chunki atrof davlatlardan bu Yaponiya dunyoda birinchi kuch emas, bu mag'lub qiladi. Bu vaqtda bizga boshqa turli fursat chiqadi. Biz shuning uchun o'zimizni mukammallashtirishimiz kerak deb qarab, bu uzoq suzilgan urushga tayyorlik qilganda, bu yanagi berilib turib, oldingi hisobda Gomindanni urush qilib, ko'plab qurbon berishni, oqibatda o'zining asosini tiklashni prinsip qilib olgan. Shundan oxir Mavzun Xitoyning o'xshash prinsip orqali qarab qildi. Yana qarab baqsaq, Chin Sulansning o'ldirishiga sabab bo'lgan Havayda qurilgan To'monqo'yga, ya'ni Gomindan partiyasi 1894 qurilgan bu partiya ularni shu 10 yillik tirishchilik oxiri uchun qo'zg'olon qo'lga keltirib, oxiri bu manju hokimiyatni olib tashladi. Ya'ni bu orliq prinsipi degan narsa bir millatning yoki bir hokimiyatning o'rtasidagi bir qilmish orlig'idagi prinsip bo'lgani uchun orliq prinsip deb ataladi. Masalan, agar Sishtaxu o'lmagan bo'lsa, balkim Gomindan hokimiyatni undaq baldiri ololmasligi mumkin. Agar Sishtaxu o'sha bir ko'p bir hukmdor Chin Sulansning beshida o'tirgan bo'lsa, yana davomli va yoki Sishtaxu o'lib ketgan vaqt tushash balan emas, texnik kuchli yoshi kerak bir rasmiy o'zining o'rniga varis qilib belgilagan bo'lsa, balkim u chog'da Shinkan inqilobiga qatnab bo'lishiga fursat bo'lmagan bo'ladi. Ammo shu Sishtaxuda bir kuchli bir rahbar yiqildi, uning o'rniga 3 yoshli bir kerak emaydigan rahbar tiklandi. Bu rahbar o'zining kuchini o'shaq bo'g'ishlik orliq prinsipidan Xitoylar foydalanib o'zining milliy davlatini qurib oldi deyilgan. Bu yerda yana bir ta'kidlagan orliq prinsipining g'alabasi kuchli ichki tashkillanish, tashqi strategiya va sur'atni shart qiladi. Ya'ni orliq naqd qilinayotganda odatda dal o'sha orliq udilga keltirib tamomlash kerak davlat qurish prinsipini, agar unda olmay qolsa taq chiqadi. Masalan, yana shu Gomindanni misol qilish to'g'ri keladi. Xitoylar o'zining g'azini daral qo'zg'olonmadi, kuchli ichki tashkillanishni daral tomonlamadi, daral qo'zg'olon ko'tarib hokimiyatni olganda qon bilan Beijing salqanda qon bilan ichki urush ketib qoldi. Xitoyning joy-joylar o'lik boshliqlari o'z oldiga hokim bo'lib bilib, bu yerda kuchli ichki tashkillanishni barliqcha turamadi. Amniyatda butun Xitoyning zamini militar son zaminiga aylanib ketdi. Bu vaqtda yoshga chiqib yana qaytadan davlat qurib oldi. Hatto orliqda puyini qaytadan yondirib kelib Beijingda hokimiyatga kelgan Runchashlar qo'shini bu oldi. Demek süratni til tutanmay, fursatni keltirib qo'ygan tas qildi. Ammo shu chog'da tarixiy Xitoylarning umumiy vatanni ichidagi deb turdilar. Xitoyning o'zining zamonlik nufusi bir qadar ko'p, manjularning kuchi bir qadar ojiz bo'lg'achqa yana qaytadan o'zini oshib oldi. Agar shu vaqtda suratni til tutanganligi tufayli balkim Xitoylar o'zining davlat qurish kursidan ayrilib qolishi mumkin. Ya'ni 1912 davlat quramiz degan bilan 1927ga qadar 10 yil Xitoylar o'zining davlatini quramay, ichki tashkillanishni tamomlamay o'tib ketdi. Ondan bu yerda tashqi strategiya masalasi bor. Tashqi strategiya masalasiga biz qolimiz, masalan, Dönçeri deganda Xitoylarmi Germaniyada o'qigan balkim bilsa, Tayvan'da Xitoylar yaqinda o'qigan, Jiang Zemin Shinsayda Xitoylar hatto o vaqtda Xitoylarning 1890 oxirlaridan boshlab chet el bilan bo'lgan munosabati nihoyat kuchlangan. Mush narsa Xitoylarning tashqi davlatlar bilan bo'lgan strategik munosabatni o'nchiqnayib foydasi tekkan. Ayni vaqtda Militaristonning ba'zini Angliya qo'llagan, ba'zini Germaniya qo'llagan,
ba'zi Yaponiya qo'llagan, shundan bu millat orasida o'zining mavjudligini kaparaga yıktıgan şu. Şuna ishki tashkillashgan tashqi strategiya va surat birlashgan vaqtda aralıq tizimdan foydalanib g'arbni qo'lga keltirgan deyilgan. Şu bizim meselemiz nihayet nazik mesele. Xitoyning irodasining ijro qilgan sistemasi faoliyatlangan vaqt dal bizning barliq kuchimizni qo'zg'atib, misollardan belgilash nuqtamizda shu. Belgilash nuqta intan kuchli bir ommaviy asosni, bo'shashmas bir siyosiy irodani, aktiv bir ro'yxatni talab qiladigan mushu, ya'ni kuchli ommaviy asos, siyosiy iroda, aktiv ro'yxat orqali kuchli bo'ldi. Yerib qoladigan, tashlab qoladigan bu yerda aktiv ro'yxat degan narsa, andin siyosiy iroda degan narsa qandoqsa, masalan, ba'zi qarindoshlarimiz partiyada mendan bir kamchilikni ko'rgan amalla partiyani tashlab chiqib ketgan qarindoshlarimiz bo'ldi arada. Andin partiyaning ba'zi odamlarning ko'ngli og'irgan, partiyaning ba'zi ishlarining ko'ngli og'irgan, yoki inqilobning oldin silib ketayotgan boshqa bir qarindoshlarimiz ko'ngli og'irib, ishkin inqilob qilgan ba'zi bir odamlar bor. Bu siyosiy iroda emas, siyosiy pozitsiya bunday olmaydi shu qarindoshlar. Biz çoğun nersini görürüz, çoğun nersini gipini kılmatımız, bir de o anki uşak nerslerini biz özümüzün noktaya kirgizip bilsek, biz özümüzü ısraf koyumuz bir yerde. Şu bölgüsü nokta, nahit köp adamın boşaşmak bir siyasi irade bilen aktif bir aletine hareketini açıdan demiş gibi vurduğun yer. Aldığın katın neksiyelerimizin sizler kitapatımız, dünyanın müstakillığımızı tutkan pozisyisi nahit mühim. Biz bunun için müstakillığımızın ameli asasını berpa kılışımız gerek. Ameli asasını berpa kılacağın gap, köp sanlık uygun müstakil buluşunu halayırgan. Yani şununla birlikte yüz bir sap tutkan. Bu yalgız tamak yapıp oturup, uxlap asman karap oturup, müstakil buluşunu da demez. Bir teşkillik bir siyasi partiye çıktı da, meyli bizi karşı olsun, meyli bizi gelsin, konuşmak bir teşkillik ameli asasını bana keltirgen, dünyanın hazır kıymet karşıga, yani BDT'ye əza olumuz degenlikin, BDT'nin kıymet karşı ve nizamlarının hürmet kılışı doğru keldi. Şunu hürmet kılgan bir devlet buralaydı kalamızı ifade edilgen. Xalqni sistemini qilib xalq nima yaxshi ko'rishini so'zlaydigan emas, xalqni yetaklash uchun tura oladigan, insoniyatni yetib oladigan va bir-birini e'tirof qila oladigan, hurmat qila oladigan, hamkorlik qila oladigan odamlar bilan bizga kelgan bir kuchni tashkil etishimiz kerak bo'ladi. Biz bu yerda tanqiz nuqtamizda izchil mustaqillik elimizda mustahkamlikka deb keldik. Mustaqillikdan boshqa masalani keyinga surib qo'yish, zilopitligimizni qo'llash, Uyg'urga imkoniyatdan barcha do'st ko'paytirish, Amerika bo'lsin, Turkiya bo'lsin, Yevropa bo'lsin, hattoki atrofimizdagi qozoq, qirg'iz qarindoshlar bo'lsin, Uyg'urga Xitoydan boshqa har qanday odamni do'st qilishga tirishish kerak bo'ladi. Andin Cumhuriyet tuzum asosidagi davlatchilik prinsip qatorliqlarni to'xtamay har qaysi sohalarda o'tirib qo'yganligimizni bildirishimiz kerak. Bizning ideologiyamizdan qandaqdir BDT'nin umumiy xartiyasiga va yoki mavjud davlatlarning mavjudligiga ularning qimmat qarshi xilof emasligini, bizning davlat qurishimizdan navbatdagi dunyoning qimmat qarshiga, dunyoning manfaatiga va dunyoning adolat siyosiy tanqinligiga uyg'un ekanligini to'xtamay ta'kidlashimiz kerak. Ham tashkilotlar bu masalada xalqni suiiste'mol qilib batirona gaplarni emas, real masalalarni o'tirib qo'yishni o'rganish kerak bo'ladi. Buni to'g'ri qolgan qadimli so'zlaganimiz uchun to'g'ri aniq kirmaymiz. Yani bu peshoni deb qo'yishimizga sabab yana umidlangan qarindoshlarimiz qarta Xitoyning dunyo bilan bo'lgan munosabat balansi nacharlashyapti, ammo dunyoning bizning mustaqilligimiz kompozitsiyasi balansi yaxshilanayapti. Ya'ni peshoni ko'rdingmi, aqancha eg'ir tash bo'lsa-mu, peshon moyancha ketgan chog'da Arximedning mashhur gapi bor. Agar menga muvofiq peshon va toshni o'qib berilsa, yer sharini o'nga yetkalayman degan. Demak, Xitoy aqancha kuchli bo'lsa-mu, biz dunyoning mustaqilligimiz kompozitsiyasini qo'lga keltira olsak, yani özümüzden müstakillik ediyemizden müstakimliğini mahkam tura alsak, o çağda biz Xitoyning dünya münasebeti bo'lgan nacharlashgan fursatdan foydalanib o'zimizning nishoniga yetishimiz mumkin. Ondan bu yerda strategiya degan kitobdagi bir necha so'zni olib qo'yishni xohladim. Harbiy kuch harbiy strategiyani o'rnini bosolmaydi deydi. Bu durumni shundoq bo'lgan, buni misollar nurg'un, bundan keyin shundoq bo'ldi, shu bu. Bundan keyin dunyo xaritasi, diqqat qiling qarindoshlar, bu muhim narsa. Bugungi so'zimizning yiltizimi shu. Bundan keyin dunyo xaritasi partiyalarning kishilarni rol yetakchilik qilishi va siyosiy aktivlikni qo'zg'atish tarafidan belgilandi. Masalan, Kataloniyaning mustaqillik qanday barliq keladi? Va yoki Shotlandiyaning mustaqillik qanday barliq keladi? Va yoki Kurdlarning Turkiyadagi mustaqillik qanday barliq keladi? Partiyalarning kishilarni rol yetakchilik qilishi va siyosiy aktivlikni qo'zg'atish tarafidan belgilandi bu narsalar. Qandaqdir urush tarafidan emas. Yani gap bugünkü dünyada her qanday stratejiyada kishilarning ro'yi intayin hal qilishni o'ylaydi. Mana demokratik dunyoda yashayapmiz, ham mush ko'z qarash BDT'ning xotiyasi kirgizildi. Bu kishilik ahdnoma tayyorlagan ahdnoma, mush ahdnomada har qanday hukumatning qonuniyligini asosi xalq tarafidan saylanishida qoldi.
Teşkillenmeyen kişiler toplayıp mengü siyasinin tamacını kılıyordu da. Bu gaplanmaydan hatırlıbas bulacak parayla teşkillenmeyen kişiler toplayıp mengü siyasinin tamacını kılıyordu. Tayarlıkını kandak başlaşını, qaysi vaqtda nima qilishni, puxta bir tashkiliy sistem barpo qilishni bilish g'albini qo'lga keltirganlikdir. G'alba kuch orqali emas, balki strategiyani muvofiq talashash va strategiyadan foydalanish, puxta bir tashkiliy sistemni barpo qilish orqali barpo keltirganligini ko'ryapmiz qarindoshlar. Shu bu yerda bir necha misol aytdik, aktiv ijro iqtidorini namoyon qiladigan bir muhitga talabni o'tkazilishi. Balkim aramizda nurg'un siyosiy talant va qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Ama ular teşkillenmeyenlikten, ular özün seferberlik iqtidarını cari kıldırmaganlıktan, o özün tarafı cari olmagan buluş mümkün. Mesela bir mergen var, o koyduğu mültüke tepkini besip bakmaya durup özün mergenliğini bilişini atanıcı. Şu aktif icra iqtidarını namoyon kılgan bir muhitga talantını uduk kilishi, mesela Napoleon'un bir harbiy talant vardı, o aşınak bir muhitga uduk geldi, şundan talant namoyon oldu. Eğer muhit bulmagan olsa, Napoleon asker olmay, başka bir iş gitip kalmaz, belki Napoleon onçuvala büyük adam bulanışını ataydı. Ondan ümit mol bo'lganda mı to'xtab qolmaydigan izlish asosli tavakkalchilikni bir toplum, yani Kosovoliklar dushmanning sistemadagi imkoniyat kuchli bo'lgan o'chishdan foydalanib mo'jizaviy g'alabani qo'lga keltiradi. Masalan, Kosovoliklar 1,5 million nüfus bilan hargizmi Rossiyani aqtirib qilgan Serbiyani qo'lidan mustaqillikni ola olish mumkin emasdi. Ular urush deyish mumkin emasdi. Qurolliq usti olsun, odamlarning jangvorligi olsun farq bermaydi. Ama ümit nol bo'lganda mı to'xtab qolmadi ular. Tevekkülçilikni to'xtab qolmadi, izlish asosli tevekkülçilik oxir berib Yevropa ittifoqini bular yordamini qo'lga keltirdi. Bular shu bilan dushman ustidan g'alaba qildi. Ya'ni nəhayət kichik bo'lgan urushdan foydalanib mo'jizaviy g'alaba qo'lga keltirdi degan gap. Bu yerda biz bugungi yeni qatnashuvchilar nima kutamiz? Kutib turg'uchidan qatnashuvchiga aylanib, partiyaga a'zo bo'lib, özünün Şarkı Türkistan'ın salam hukuku ile hakimiyet katnaşık salayetini ispatlaşını ümit kılımız yani. Yani küçük turbaçıdan katnaşık aynısını ümit kılımız eğer bir olgudun. Yani bugün kişinin katnaşkan partiye sıralaması arkadaşlarımızdan. Ondan meyli biz gibi olsun, başka olsun bir partiye a'zo olup özünün salam hukuku ile hakimiyetki katnaşık salayetini ispatlaşını ümit kılımız. Yani müstakillik bir hakimiyet alışık görüşü arkadaşlar. O küçükle amelge açmaydı, o katnaşıkla amelge açılır. O salam belki arkalık anı tövüne. Eğer onun igrafını pestak, teşkileş rolünü cari kıldığı şartlık, artık avaz çıkır şartlıkla amelge açılgan narsa oldu. O bir hakimiyet tanışı görüşü müstakillik, şundan başka bizde hakimiyet tanışı alaygan bir iktidar teşkillenişi, tavlanışı, terbiyeleniş gerek olur. Kıyırlaşlarımızdan bizim planlarımızın sürekli tezlik, yastık koşuşunu ümit kılımız, biz orada müşürü kütümüz. Kütümen işkiniz noktamız, müstakillik ediyemizden amnevi asasını. Yani meyli Facebook'ta amnevi aslardı olsun, söyleşip olduğun çağlarda olsun, çok müstakil oluşunu gerek, biz müstakil olmayacağım bir amnevi aslarını barpa kılışın, nahit mühimliğe kadar aldığı kadın şeylerde def etti. Dünyanın stratejisideki siyasi obrazımızı güçlendirişini, biz müstakillik avazını çıkaran vakitte ve müstakilliğini talep kılıdığan teşkilatlarının, partilerin etrafı kep, ulanın nüfusunu küpetken vaktimizde, ulanın kirimini kinetken vaktimizde, dünyanın stratejisideki siyasi obrazımızı güçlendirdik. Siyasi tutkan pozisyonu zirkesi özgürtüp, milletin tutman partinin en mühim koyuşunu, yani halklık meselelerde şahsiyetini alkışını, ortak kıymet karşı ve strateji örnek karışını özgürtüşünü. Mesela, malum bir meselede, ben köyündeki bu mekalan, yak partiye köyündeki bu mekalan olsa, biz derhal özümüzden umum nişanı, yani müstakil devlet kuruşuna ibaret nişanı karayımız. Bu nişanımız için biz kandak tiyarı kılışımız gerek. Bu nişanımız için ben hazır tohtap kılışım gerek mi, doğumluk algılayışım gerek mi? Bizde vazgeçişine ait eğer birbirimizi kutu perişterde kütkenlerle ümitlerini kütümüz, onda kısak biz mengü hiç kandak ışkılamayımız arkadaşlar. Biz nişanlık arasak dikkatimiz ne? Bu nişan yolunda her bir adam özden kılalayılan işi oturursa, teşkillense, ıssa çıkarsa, lise sözü yararına sözlüse, şu arkalık biz birbirler manibot çıkacak, özler birbirini turup durup bir maturun barlık keltürgeni okşayız, biz özümüzde maturun barlık keltürelişimiz mümkün. Bu maturu qarapakımız bu maturda nebun çıkacaklar, bu çıkacakların hiç kayısı yalnız alette özde oranı cari kıldırmaydı. Bunlar fakat birleşken vakitte okşaş istimlesiyle anladığım bir küçük ayrımız uçuyor bu. Yönetimi biz şu maturluk birleşi okşaş, her birimiz bir çıtık çapıp özümüzde oradan tapma vakitte anladığım müstakillikten ibaret mi, hakimiyet alışış kürsüde özümüzün tavlayımız,
özümüzni terbiyelaymiz. Ondan nima muhim emas, biz qanday qilib karakterimizdagi kamchiliklarni o'zimizning siyosiy pozitsiyalarni yangilaymiz. Bu narsani biz tarbiyalanish orqali amalga oshirishimiz mumkin. Arkadaşlar bugungi leksiya mushayid bo'lsin. Endi savol so'rab kechirsak bo'ldi. Arkadaşlarning tushunmagan masalalar bo'lsa javob bersak. Necmiddin efendimizge rahmet. Allah razı olsun. Yapacağım o chat degan yerini içiyordu aynı karındaşlar. Sual soraydan karındaşlar alıp kalsa aslında şu chat degan yerini içip sualımızı yazıp yollasak buldu. Ananınki bugungi mava texnikalik kashflar tüpeyildi Necmiddin efendimning leksiyasini o'tirishda uzilib qolganligiga nisbatan butun qatnashgan mayli mava bizningki telekonferens goldan bo'lsin, mayli YouTube jonli yayindan yoki Facebook jonli yayindan qatnashgan qarindoshlarimiz bo'lib qolsin, hammalardan uzr so'raymiz. Mava telekonferens golda normalda o'zimizninki ichki leksiyalarimiz yoki bo'lmasa yig'inlarimiz ishib turgani bilan sirtda ichilgan hol tunji qitimliq bo'lganligi uchun shunday bir texnikalik bir masalaninki kelib chiqishi paydo bo'lib qoldi. To'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Endi so'raydigan savol va qarindoshlar bo'lib qolsa so'rasanglar bo'ldi. Savol ko'rdingizmi Necmiddin efendim? Amerikalılar güçlü var, lekin arsanlıkçı bir vasıta uğraşmaydı. Bu aldığın katılmadı da uğraşmaslık sebep devletin içinde saylam meselerini tartıp sili küçüm yaptırıp ihtiyaç çıkmalarına bekar vurmayı silahçı. Ona bir sebep buluş gerek. Eğer o sebep oturup tanışkan olsa imkan var, çırağlık bir tarafı buluktırış bakmak düzgün olsa Amerika'nın özünün Xitay'la boğan zorungerek tanışık görüşünde imkan var, çırağlık bir tarafı buluktırış bakmak diplomatiya ve iktisadi vasıta arkalı. Ama mukarrer Xitay'ın akıl yanılmaydı, hazır yanılmaydı yak geldi. Amerika'nın akıl yanılmaydı. Bu ikisi çok tutuşudu. Hem de biz müşahede şu Amerika'nın Xitay'ını parçalar stratejik durumlarımız da batımız. Şarkı Türkistan Cumhuriyet Partisi'nin hareketini zamlamak göre hazır ahval kayısı basmış geldi. Kardeşler biz destekleri tutuk. Mesela bayatım armiye doğruluk yapıldı. Armiye'ni hükümet kurdu. Pasportunu hükümet taktırdı devatımız var. Belki bizim destekleyicilerimizi anlayan bolsanlar insan oldu da. Partiya degan xalqni tashkillaydigan, xalqqa ommaviy asos hozirlaydigan bir siyosiy urinchi bu. Buningda qurolli kurash qatorli narsani bo'lib bugungi dunyoda partiyalarning qurolli kurash bilan haqlashishi bo'lib hozirgi bosqichda Yevropa turayotgan sizman o'xshash odamlarning qurolli kurash haqida gap qilishi olqishlanmaydi. Ya'ni tinchlik deganni qo'li atomimiz ilib olganlarmi tinchlik qilyotdi-ku. Biz qo'limiz bir taraf sunuq pichoqni tayyor yo'qda turib urushni egizlasak, bek yo'g'on gapni qilib olgan bo'lamiz. Bizning hozir yanal tashkillanish bosqichida. Bizning planimiz dastlabki tashkillanib muayyan ko'lamasi bo'lgandan keyin ko'pchilikning xabarida bor. Biz pasport taqib musofirlar pasport taqib agar shu chog'da surgun hukumatdan birlashib qolsak qilib yaxshi edi. Ammo hozir qarsak ahvol ularga sharoit yaramaydigandek, balki musofirlar mahkamasidan taqib qilishimiz mumkin. Agar unda qilib qolsa-mu, shu odam soni kerak bo'ladi. Pasport taqish masalasini yani daptar emas, ijtimoiy besib qo'yib o'dliq betaldan setib o'ltaq olmaydi. Avval odam bo'lish kerak, pasport taqdirlangan ommaviy asos hozirlanishi kerak. Undan keyin referendum o'tmoqchi. Referendumdan keyin anadan keyin bizning Amerika bilan NATO bilan deyishadigan bir siyosiy strategiyani tuzildi deb qarayman. Ve bu son to'xtalib Uyg'urlar siyosatdan kaçış ahvolini sababini nima bilsak, menimcha bu vijdonsizlik, iymonsizlik, mas'uliyatsizlik, bundan boshqa sabab yo'q. Ümitsizlikmi bo'lishi mumkin. Lekin menimcha Uyg'urlar siyosat qilishning ahvoli shu vijdonsizlik gapni qisqasi. Bu yerda umid va boshqa narsa to'g'rilikni gap nima? Vijdoni bor odam o'z yolg'izligini haqqoniyat qo'llash uchun sapga otilib chiqadi-ku. Miyada yana bir ümit degan bayam ovozliq uchirilgan qarindishimizningki ovozini anglamay qolgandik. Savol so'rabdi. Savoli Isroil davlatining qurilishida shu chog'dagi cho'ng mustahkamchi davlatlarning manfaatiga uyg'un kelgan fursat qurilgan deb oxiri tahyizlanmay qoldi. Balkim oxiri biz qanday qilgan chog'da shundoq cho'ng fursatlarga erisha olamiz demoqchi o'xshaydi. Shundan qirta tushunchangiz so'zlab bersangiz. Yahudilarninki ilgari bu cho'ngchiga berimizning ko'rdinglar ana 17 partiya adam soni to'shmay 80 adam soni to'shmay kirmayotgan partiyalarmi bor.
Biz 1920-yili Falastin chaqirgan tunji qatlamli qurultayda bularniki Oyat partiyasi var şu. Oyat partiyanınki ba'zilari jiq, ba'zilari Abdul Vakil qatnashtirib tunji qatlam parlament chaqirdi. Yani kuchli birlik keltirdi şu bular. Şu biz Falastinliklarning ustidan g'alaba qilgan İsrailliklarni va yoki shu o'zining asliligini qaytarib davlat qurish nisbati bo'lgan İsrailliklarni yo'lda mangimiz desak, ayni vaqt xalqaro vaziyatni ular qanday foydalandi, qaysi darajada badal to'laydi degan narsa qarash kerak. Masalan, ayni vaqt Gollandiyada yashayotgan odamdan 50 ming odamlar davlat qurish arqasida qani. Ko'rdikku. İsrailning davlat qurish arqasidagi odamlarning soni. Mana Germaniyadan 75 ming odam, Angliyadan 40 ming odam, Belgiya, Gollandiyadan 56 ming odam qaytib kelib turishdi Falastinga. Bugün qancha badal talab qilgan, qurbonlik talab qilgan ishkelligini bilinglarmi? Masalan, biz har kuni bolalarimizni tomoq yeyotgan vaqtimizda har qism daryo bo'yi yig'ilganda Tarim daryosini istab ko'zimiz yoshga to'ldi. Ey o'rimchi, seni unutsam qursin qo'lim. Ey qishqa, seni unutsam seni xo'shalligim deb bilmasam, tanglayim seni chaplashib qolsin. Ey farzandlarim, Xitoyni biz saqladim yodimda bo'lsin deb turib tomoq yeyapmizmi? Ammo Yahudilar 2000 yil shunday deb tomoq yeb keldi. Chunki bu tomoq yeydigan o'qigan bo'lsin. Milletin müstakilliğinden mesele yok. Ama hareketli ayrılış aktifliğinde mesele var. Köp sanık Uygur müstakilliğini kalaydı elbette. Ama müstakilliğini yotkanda oturup, tamakı bitip durup, ağırlarına paylaşıp oturup kalaydı da. Müstakilliğini kalaydı adam, müstakilliğini kalaydıgan bir teşkilatta azal oluş gerek. Bir partiye giriş gerek. Müstakillik için kozlu girişçi bedel dönüş gerek. Partiye girip azal bedel dönüş gerek. Partinin ameli asasını küçültme, partinin yüzü azası var diyen onluğa, partinin men azası var, onun azası var diyen ki halklara birlik varsa hemen müstakilliğini talep kılan partinin onun azası var kendisi Uygur'un içinde onun adam müstakilliğini talep kılıp kendiydi. Ama kişiler teşkillenmese Uygurlar müstakilliğini arzu kılmalarını kim bilirdi? Kıhını kıvırlıkını dünya kandak bilirdi. Hazır muhaciret Uygurlar qaysi fursatlarni qo'ldan berib qo'yapti, xalqarodagi cho'ng davlatlar Xitoyga qarshi bizni peshga ustida qo'llanish mumkinchiligi bormi deydi. Nail Ubdan Salut'ta muhaciret Uygurlar yeni teşkillenmeyen Uygurların hemmesi fırsatını qo'ldan qochib etib bordi. Bizde peshga Uygurdagi avvalimiz yo'qligidan peshga bo'lolmayapmiz. Biz teşkillenişimiz gerek yine devamlı. Zaten 100 bin Uygur'un hiç olmayan 50 bin 60 bin özünün siyasi temellik buluş gerek. Demokratlar Partisi kurandı, yak bizi katlaşandı, yak kanaklı olsa da. Qardoshlar, mana leksiyaning vaqtimi bir yak berib qolgan o'xshaydi. Asosan jiddiy savollarning hammasiga bir javob chiqib bo'ldi deb o'yladim men. Yana boshqa savollar bo'lib qolsa, Necmin efendimniki telefon nomeri hammaga ochiq xabar olaman qarindoshlar. Toplan sog'lab ham topa olasizlar. Yoki bo'lmasa dunyoning har qanday yerda partiyamizning a'zolari bor. Ular orqali aloqalasanglarmi yoki Facebook bizniki maxsus guruhimiz bor, har vaqt topqul bo'ladigan holatda ular bilan aloqalasanglarmi bo'ladi. Gapni ben çoğu vaqtida ravrs tushunishlik bo'ldi deb qarayman. Tashkillanmakdan boshqa hech qanday yo'limiz qolmadi. Shunga men yolg'iz harakat qildim yoki bo'lmasa men hamma tashkilotni qo'llaydim, lekin hech qaysiga qatnashmaydim deydigan gap bu vaqtda o'tdi qarindoshlar. O ma'lum bir tashkilotlar ichiga kirib bo'lgandan keyinmi desa yana hamma tashkilotni qo'llayvergil bo'laverdi. O hargiz ma'lum bir tashkilot kirdan endi boshqa tashkilotlarni sendan dushman degan gap emas. Shu buni zo'rlab birsiga zid qila olmay ma'lum bir siyosiy tabiatligimiz bor holatda partiyaning a'zosi yoki bo'lmasa tashkilotning a'zosi bo'lgan holatda cho'si boshqa tashkilotlarning xizmatlarini qo'llab hammasi bilan cho'si ko'proq harakat qilib bo'ladi. Şu vaqtda cho'ng tutib iloji qilib Xitoyning qarshisida turma deydiganmiz. Yolg'iz turmay ma'lum bir qo'shinning ichiga kirishimiz lozim bo'ldi. Qo'limizdan hozircha cho'si keladigan shu. Shu fursatni cho'nglarni umid qilaman. Izlaydigan bo'lib qolsa dunyoning hamma yeri a'zolarimiz tayyor. Biz har vaqt qarshi olamiz. Inshaalloh bu yo'lda nurni biriktirib toki Sharq Turkistongacha birga berishni umid qilamiz. Aqasinglar bilan bo'lsa
mush yo'lda birga mansab deydigan orzuyimiz bor. Meni deydigan gapim tugidi. Agar boshqa Najmiddin efendim sizni to'liq rozilab qo'yib qolsa to'liq qilsangiz, bo'lmasa mushayish qilaylikmi? Bunu hazır ben ahırdaki tekrar eden sözünü birini koyayım. Muşnavdaki bugünkü teminin asası neresi? Teşkillenmegen kişiler toplayıp mengü siyasinin tanımajbını bulup kılıverdi. Bugünkü dünyada, bundan keyin dünyada her kandak stratejide kişilerin rayı imtihan el koşur rol oynaydı. Teşkillenmegen kişiler toplayıp mengü siyasinin tanımajbını kılıverdi. Yığınımız tügüde, bağlan tügüden bolsa rahmetlerin dostlar. Tertip koygan tarafın bolsa Abu Kuvayt'de. Bo'ldi qarindoshlar, hammalarga ikki vaqtlar rahmat. Kelib ketdim yana bir qatam shundoq bir ochiq suhbat o'tkazib yoki bo'lmasa cho'sini oldi partiya kirishni qaror qilib qolsangiz shu vaqtda ko'rishaylik. Alloh qabul etdi.